Salom aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarning har biringizni bevosita qiziqtiradigan, ayniqsa 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Hozirgi kunda pensiyalar va ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq juda muhim o'zgarishlar yuz bermoqda. Ko'pchiligingiz o'zingizga menga qo'shimcha to'lov tegishli bo'ladimi? Mening mintaqamda vaziyat qanday? Men nimani bilishim kerak? degan savollarni berayotgan bo'lsangiz kerak. Ushbu videoda men aynan mana shu savollarga batafsil javob beraman va sizning mintaqangizda pensiyalarga qo'shiladigan qo'shimcha to'lovlar borasida yuzaga kelgan shok ro'yxati haqida so'z yuritaman. Bu ma'lumot har biringiz uchun, oila a'zolaringiz uchun, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz uchun o'ta muhim. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va ularni ogoh etishga xizmat qiladi. Muammoning asosi oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval bu tizim qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik. An'anaviy ravishda mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimi yagona qoidalar asosida ishlar edi. Ya'ni belgilangan minimal pensiya miqdori va ish stajiga qarab hisoblangan asosiy pensiya summasi mavjud bo'lib, bu barcha mintaqalar uchun deyarli bir xil edi. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, har bir mintaqaning iqtisodiy rivojlanish darajasi, yashash xarajatlari, oziq-ovqat narxlari va kommunal to'lovlar miqdori har doim farq qilgan. Masalan, poytaxt Toshkent shahrida bir kishi uchun yashash xarajati qishloq joylariga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Shu sababli ayrim toifadagi fuqarolar, jumladan yoshi ulug'lar, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun ijtimoiy himoya mexanizmlari doirasida mahalliy byudjet hisobidan ba'zi qo'shimcha yordamlar ko'rsatilishi mumkin edi. Biroq bu har doim ham tizimli va hamma uchun birdek shaffof bo'lmagan. Ko'pincha bu yordamlar maqsadli bo'lib, ma'lum bir ehtiyojmandlik darajasiga ega oilalarga berilardi va bu haqda hamma ham to'liq ma'lumotga ega emas edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya ta'minoti tizimini yanada adolatli va fuqarolarning real ehtiyojlariga moslashtirish maqsadida endilikda 65 yoshdan oshgan fuqarolarimizga, ayniqsa ularning mintaqaviy yashash sharoitlarini hisobga olgan holda qo'shimcha to'lovlar berish mexanizmlari joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, bu qo'shimcha to'lovlar endi nafaqat markaziy byudjetdan ajratiladigan umumiy mablag'lar hisobiga, balki har bir viloyat, tuman va shahar byudjetlarining imkoniyatlari hamda o'sha hududdagi yashash darajasi va xarajatlari asosida belgilanadi. Ya'ni endilikda sizning yashash joyingiz nafaqat sizning pensiyangiz miqdoriga, balki unga qo'shiladigan ustama to'lovlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa fuqarolarni o'z mintaqasidagi yangiliklardan xabardor bo'lishga majbur qiladi va bu jarayonni yanada shaffoflashtirishga yordam beradi. Mazkur o'zgarishning asosiy g'oyasi har bir fuqaro qayerda yashashidan qat'iy nazar o'zining asosiy ehtiyojlarini qondira oladigan darajada ta'minlanishni kafolatlash. Shu bilan birga mintaqaviy farqlarni inobatga olgan holda qo'shimcha ijtimoiy himoyani ta'minlashdan iborat. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning fuqarolarga bo'lgan g'amxo'rligining yangi darajasini ham anglatadi. Batafsil tahlil. Nimani bilish kerak? Kim tashvishlanishi kerak? Kim tashvishlanmasligi kerak? Keling, bu jarayonni batafsil tahlil qilamiz. Siz nimani bilishingiz kerak? Eng avvalo, siz yashayotgan mintaqada qanday qo'shimcha to'lovlar joriy etilganini aniqlash juda muhim. Chunki yuqorida aytganimizdek, bu to'lovlar har bir viloyat, hatto ba'zi hollarda tuman va shahar miqyosida ham farq qilishi mumkin. Bu farqlanish hududning iqtisodiy salohiyati, aholining o'rtacha daromadi, yashash minimum ko'rsatkichlari va mahalliy byudjet imkoniyatlariga bog'liq. Hukumat tomonidan belgilangan umumiy me'yorlar mavjud bo'lsa-da, har bir hudud ma'muriyati o'zining ijtimoiy siyosatini shu doirada mustaqil ravishda amalga oshirishga haqli. Bu esa shok ro'yxatining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ba'zi mintaqalar ancha jozibadorroq qo'shimcha to'lovlar taklif qilishi mumkin. Boshqalar esa kamroq. Kim tashvishlanishi kerak? Birinchi navbatda 65 yoshdan oshgan barcha fuqarolarimiz. Agar siz shu yosh toifasiga kirar ekansiz, sizga qo'shimcha to'lov tegishli bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Ayniqsa agar sizning umumiy pensiya daromadingiz mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz albatta ushbu masalani o'rganib chiqishingiz shart. Shuningdek, yolg'iz yashayotgan, nogironligi bor, qarindoshlari bor, kichik farzandlari yoki nevaralarini boqayotgan keksa fuqarolar ham
bu to'lovlarga alohida e'tibor berishlari lozim. Chunki bunday holatlarda ijtimoiy himoya choralarini kuchaytirish zarurati yanada ortadi va mintaqaviy qo'shimcha to'lovlar aynan shu holatlarni hisobga olishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli Omon amaki bor. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm. Omon amaki yolg'iz yashaydi va oylik kommunal to'lovlari, oziq-ovqat xarajatlari ortib bormoqda. Toshkent shahar hokimiyati tomonidan joriy etilgan yangi tartibga ko'ra, agar pensiya miqdori ma'lum bir chegaradan past bo'lsa, qo'shimcha 300.000 so'm to'lov ajratilishi mumkin. Omon amaki uchun bu har oyda juda katta yordam bo'ladi. U darhol tegishli idoraga murojaat qilishi va bu imkoniyatdan foydalanishi kerak. Endi esa kim tashvishlanmasligi kerakligiga to'xtalsak, agar siz 65 yoshdan oshmagan bo'lsangiz, bu qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli emas. Agar sizning pensiya va boshqa daromadlaringizning umumiy miqdori siz yashayotgan mintaqada belgilangan minimal iste'mol xarajatlari va ijtimoiy me'yorlardan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, sizning qo'shimcha to'lovga ehtiyojingiz kamroq bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda agar siz rasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, bu ham qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini cheklashi mumkin. Misol uchun, Farg'ona viloyatida yashovchi 67 yoshli Zuhra xola. Uning pensiyasi 25.000 so'm. Bundan tashqari, u nevaralarga qaraydi va ular uchun davlat tomonidan ajratiladigan nafaqa ham oladi. Uning umumiy oylik daromadi 2 million so'mdan oshadi. Farg'ona viloyatida belgilangan qo'shimcha to'lovlar odatda umumiy daromadi 1.800.000 so'mdan kam bo'lgan fuqarolarga qaratilgan. Shu sababli Zuhra xola qo'shimcha to'lov olmasligi mumkin. Bu uning ehtiyojmand emasligidan dalolat beradi. Lekin shuni ham yodda tutish kerakki, bu holat har bir mintaqada turlicha bo'lishi mumkin. Shu sababli har qanday holatda ham o'z mintaqangizdagi aniq mezonlarni tekshirish zarur. Keling, yana bir misol. Qashqadaryo viloyatining bir tumanida yashovchi olim takkasi yoshli Ergash bobo, uning pensiyasi 907.000 so'm. Uning o'zi dehqonchilik bilan shug'ullanmaydi. Farzandlari boshqa shaharda yashaydi. Uning ehtiyojlari yuqori, ammo daromadi minimal. Qashqadaryo viloyati mahalliy hokimiyati tomonidan ehtiyojmand fuqarolar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etilgan. Agar Ergash boboning pensiyasi viloyatda belgilangan minimal darajadan past bo'lsa, unga avtomatik ravishda 2.000 so'mlik qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin. Bu Ergash boboning yashash sharoitlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Har bir mintaqa o'zining ijtimoiy himoya dasturlarini ishlab chiqishda o'ziga xos yondashuvlarga ega bo'lishi mumkin. Bu dasturlar nafaqat pul shaklida, balki mahsulotlar, dori-darmonlar, kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Shu bois sizning mintaqangizda qo'shimcha to'lovlar qanday shaklda va kimlarga berilishi haqida aniq ma'lumot olish juda muhimdir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi qo'shimcha to'lovlar tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ba'zi noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha sarson-sargardonlikdan va vaqt yo'qotishdan qutqaradi. Birinchi istisno doimiy yashash joyi. Bu qo'shimcha to'lovlar odatda sizning doimiy ro'yxatdan o'tgan propiska yashash joyingizga qarab belgilanadi. Agar siz Toshkentda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, lekin Samarqandda yashayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha to'lovlarni olishda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi mintaqalarda haqiqiy yashash joyini tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, agar Gulnora xola 66 yosh Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ammo bolalari bilan Qarshida vaqtinchalik yashayotgan bo'lsa, Toshkent shahri uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olishi qiyin bo'ladi. U Qarshi viloyati ma'muriyatiga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Lekin u yerda ham uning doimiy ro'yxati yo'qligi sababli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois agar sizning yashash joyingiz ro'yxatdan o'tgan joyingizdan farq qilsa, bu masalani oldindan aniqlashtirib olishingiz shart. Ayrim hududlarda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan fuqarolar ham ba'zi yordam dasturlariga kirishi mumkin. Ammo bu har doim ham standart qo'shimcha to'lovlar doirasiga kirmaydi. Ikkinchi tuzoq yashirin daromadlar va oilaning umumiy ahvoli. Ba'zi mintaqalar nafaqat pensiya miqdorini, balki oilaning umumiy daromadini ham hisobga oladi. Agar sizning nomingizda yer uchastkasi, qo'shimcha uy-joy, avtomobil yoki bankda katta miqdordagi depozit mavjud bo'lsa, bu sizning ehtiyojmandlik darajangizni pasaytirishi mumkin.
shuningdek oila a'zolarining daromadlari ham ayrim holatlarda inobatga olinishi mumkin. Misol uchun, Namangan viloyatida yashovchi 69 yoshli Ismat aka. Uning pensiyasi 1 million 100 ming so'm. Hududiy me'yorlarga ko'ra unga qo'shimcha to'lov tegishi kerak edi. Lekin tekshiruv davomida Ismat akaning o'g'li xorijda ishlayotgani va har oy oilasiga muntazam ravishda katta miqdorda pul jo'natishi ma'lum bo'ldi. Bunday hollarda Ismat akaga qo'shimcha to'lov rad etilishi mumkin. Chunki uning oilasi ijtimoiy himoyaga muhtoj emas deb topiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning moliyaviy ahvolingizni butun oila kontekstida bog'lash mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin oilangizning umumiy daromadlari va mol-mulki haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. 3-noaniq jihat, to'lov muddatlari va qayta hisoblash. Qo'shimcha to'lovlar bir martalik bo'lishi ham, muntazam oylik to'lovlar shaklida ham bo'lishi mumkin. Ular har yili yoki ma'lum bir muddatdan keyin qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu degani, agar siz hozir qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz, bir yildan keyin uning miqdori o'zgarishi yoki umuman to'xtatilishi ham mumkin. Shuningdek, agar sizning shaxsiy holatingiz o'zgarsa, masalan, qo'shimcha daromad ola boshlasangiz, oilaviy ahvolingiz yaxshilansa, siz bu haqda pensiya jamg'armasiga yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga xabar berishingiz shart. Aks holda, ortiqcha to'langan mablag'lar sizdan talab qilib olinishi mumkin. Xorazm viloyatida yashovchi 72 yoshli Dildora xola yil boshida 200 ming so'mlik qo'shimcha to'lovga ega bo'lgan. O'rtadan 6 oy o'tib, u o'zining bog'ini sotib, ma'lum miqdorda daromadga ega bo'ldi. Agar u bu haqda tegishli idoraga ma'lumot bermasa va yil oxirida qayta tekshiruvda bu holat aniqlansa, ortiqcha to'langan 1 million 200 ming so'mni qaytarib berishga majbur bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish juda muhim. 4-tuzoq, hujjatlarni rasmiylashtirishdagi byurokratik to'siqlar. Garchi tizimni soddalashtirishga harakat qilinayotgan bo'lsa-da, ba'zida hujjatlarni yig'ish va topshirish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi fuqarolar noto'g'ri hujjatlar sababli yoki arizani noto'g'ri to'ldirish natijasida rad javobini olishlari mumkin. Shuning uchun barcha talab qilinadigan hujjatlarning to'liq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish zarur. Shu bilan birga ariza berish muddatlariga ham diqqat qilish lozim. Ayrim qo'shimcha to'lovlar uchun ma'lum muddatlar belgilangan bo'lishi mumkin. Agar muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyingi davrga qadar kutishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu istisnolar va tuzoqlarni bilish sizga yordam beradi. Aziz tomoshabinlar, har bir mintaqada o'ziga xos qoidalar mavjudligini yodda tuting va har bir holat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun qo'shimcha to'lovlar bo'yicha har qanday savolingiz bo'lsa, aniq ma'lumot olish uchun vakolatli organga murojaat qilishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Nima yozish kerak? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda siz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Bu asosiy tashkilot hisoblanadi. Ba'zi hududlarda mahalliy hokimiyatlarning ijtimoiy rivojlantirish bo'limlari yoki mahallalar huzuridagi saxovat va ko'mak jamg'armalari ham ushbu masalalar bilan shug'ullanishi mumkin. Aniq qaysi idora ekanligini bilish uchun eng yaxshi yo'l pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga telefon qilib yoki bevosita borib aniqlashdir. Ba'zida davlat xizmatlari markazlari orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. 2. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi, lekin aniq ro'yxat mintaqadan mintaqaga farq qilishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniqlashtirishni unutmang. A. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi va asl nusxasi. Pasportsiz ariza qabul qilinmaydi. Bu pensiya guvohnomasi nusxasi va asl nusxasi. Bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlaydi. J. Yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjat. Agar pasportda propiska qayd etilmagan bo'lsa yoki doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan ma'lumotnoma bo'lishi mumkin. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma, plastik kartochkaning raqami. Bu qo'shimcha to'lovlar sizning hisobingizga tushishi uchun kerak. Ehtiyojmandlikni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar agar mavjud bo'lsa, masalan, nogironlik guvohnomasi nusxasi, yolg'iz yashovchi ekanligingiz haqida mahalla ma'lumotnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma,
qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlar yoki nogiron qarindoshlar borligini tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlar sizning ehtiyojmandlik darajangizni aniqlashda muhim rol o'ynaydi va ba'zi hollarda qo'shimcha to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Oilaning boshqa a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma ba'zi hollarda talab qilinadi. Bu Ismat akaning misolidagi kabi oilaviy ahvolni baholash uchun zarur bo'ladi. Ish joyidan ma'lumotnoma yoki bandlik xizmatidan ma'lumotnoma bo'lishi mumkin. 3. Nima yozish kerak? Siz pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Odatda bu arizaning shablon shakli bo'ladi va siz uni o'sha yerda to'ldirishingiz mumkin. Ammo umuman olganda arizada quyidagilar aks etishi shart. A. Ariza berilayotgan tashkilot nomi, masalan, O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar bo'lim boshlig'iga. B. Sizning ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz va telefon raqamingiz. C. Ariza mazmuni. Pensiya qo'shimcha to'lov ustama ajratishni so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining aholi ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori yoki mahalliy hokimiyatning tegishli qarori asosida yoshim 65 dan oshganligi va mintaqada belgilangan mezonlarga asosan ehtiyojmandligimni inobatga olib, menga belgilangan qo'shimcha to'lovni ajratishingizni so'rayman. Ariza sanasi va imzo. Agar ariza yozishda qiynalsangiz, har doim tashkilot xodimlaridan yordam so'rashingiz mumkin. Ular sizga to'ldirishda ko'mak berishga majbur. 4. Jarayon qancha vaqt oladi? Ariza va hujjatlar topshirilgandan so'ng odatda 15 ish kuni ichida sizning arizangiz ko'rib chiqiladi. Ba'zi hollarda agar qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinsa, bu muddat bir oz cho'zilishi mumkin. Sizga ijobiy yoki salbiy javob rasman bildirilishi shart. Agar rad javobi olsangiz, uning sababini aniq ko'rsatishlari kerak. Siz rad javobini olganingizda undan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu ko'rsatmalar sizga qo'shimcha to'lovlarni olish jarayonini osonlashtirishga yordam beradi degan umiddaman. Unutmang, sizning huquqlaringiz bor va ulardan foydalanishdan tortinmaslik kerak. Xulosa va yakuniy taklif aziz do'stlar. Bugungi videomizda 65 yoshdan oshgan fuqarolarimizga pensiyalariga qo'shiladigan mintaqaviy qo'shimcha to'lovlar, ularning o'ziga xosliklari, kimlarga tegishli ekanligi va bu borada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha nozik jihatlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Sizga nima qilish kerakligi, qanday hujjatlar to'plash va qayerga murojaat qilish bo'yicha aniq amaliy maslahatlar berdim. Bu ma'lumot siz uchun juda muhim ekanligiga ishonaman. O'z mintaqangizda qo'shimcha to'lovlar bo'yicha vaziyatni zudlik bilan tekshiring va o'z huquqlaringizdan foydalanishdan aslo tortinmang. Menimcha bu juda dolzarb va munozarali mavzu. Ushbu video haqida sizning fikrlaringiz qanday? Sizning mintaqangizda bu qo'shimcha to'lovlar haqida eshitganmisiz? Kimdir ularni olganmi? Izohlarda o'z tajribangizni va fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularni o'qish menga va boshqa tomoshabinlarga juda foydali bo'ladi. Ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringiz va qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring, toki bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borsin. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.